qandoqkan? Bo'p qoladi. Mening haqiqatan uchar at minish musobaqasiga qatnashgim bor edi. Aytdim ma'nilik. Meningcha bu pek ma'nilik. Oh, qandoq bo'ldi? Hammaylar uchar at minish o'g'illarning ishi deydi. Nima? Qizil qushqash, sen buningmi bema'ni ishni olib boqqanmi? Bir nima degili bo'lmaydi. Bu qiz bola doim o'shanda xalit ish qilgan tursa. Sofiya, chaqchaqamadim. Sen qachondan boshlab erqa uchirgan xalita otlarni minishni o'ylab qolding? Buni o'ylabla beshim ajab qotdi. Agar haqiqatan shunday qilgan bo'lsa, bumi bo'pti. Hamma ishning tunji qaytamliqi bo'ldi emasmi? Degining to'g'ri tashqanchaq. Oh, shunda hamma ishning tunjisi bo'ladi. Undaqda bugungi mashq qandoqroq bo'ldi jamiz? Bek yaxshi bo'ldi. O, amsa uchar otga minib parvoz qilibsan-da? Shundoq desakmi bo'ladi? Men berishni e'lon qilmoqchi. Men musobaqaga qatnashaman. Sofiya, men sana degan-ku, malikalar ucharat minsa bo'lmaydi. Hamma ishning tunjisi bo'ladi endi. Menimcha bu ishda masala yo'q. Menni shundoq qo'ydi. Ammo Sofiya uchar at minishni bilmaydi. Sofiya hatto odatdagi otni minamaydigan tursa. So'nga bir odam topsaq, Sofiyaga o'gatsin yoki sen o'gatsangmi bo'ladi? Men? Ammo nima? Boshqa shahzodalar ko'sa maza qilmamdi. Maza qilsa qilmamdi, tushuntirishga vaqt yo'q. Boshqalar seni yaxshi ak ekan deydi, bolam. Uning ustiga mushu sababli texim ko'p mashq qilib olasan. Ammo uning uchar at minishda kiydigan kiyimi yo'q. Men burunla tayyorlik qilib qo'ydim. Rahmat, Bolivik. Mana hamma tayyorlik bitdi-ku. Jirim apandi. Ha? Ho, yana sizkansiz-ku. Hamma tayyorlig'im bitdi. Mashqni boshlayday bo'lamdi? Bo'ladi, birla ot qolgan edi. Uning ustiga hech kim otni yaratmagan. Men yaratdim. Ho, shundaqmi? Undaqda bu yoqqa keling. Pa. Nima degan chiroyli qo'shoratda? Oh, yo'q, bu ot emas. Av kichigi shu. U ot endi sizning bo'ldi. Tinchlikmi Toychoq? Mening ismim Sofiya. Sen men bilan birga musobaqaga qatnashni xohlaysan? Sen meni tanlamaysan, Sofiya Malika. Agar sen otning tilini tushunadigan bo'lsang, men otib beraman. Men paralisha olmayman. O'yatimay, bu qandoqmi mumkin bo'lsin? Chunki menda xasiyatlik tumor bor. Ayollarning tumori. U bo'lsa men hamma hayvonlar bilan paralisha olmayman. Bo'ladi. Undaqda men bir taklif beray. Agar musobaqada yengay desang, cho'qim boshqa otlarni tanla. Sen ko'rib turibsan, mening putim qisqa, qontim kichik, tez ucholmayman. Uni ustiga men egiz uchishni qo'rqaman. Meni sen pek yaxshi ekansan. Hammamiz o'zimiz bu piyasa qilib oldik. Rasma? Ha, ko'pchilik diqqat qilinglar. Bu yoqqa kelinglar. Musobaqa musha haftaning oxiri o'tkaziladi. Sizlar turayotgan bu o'rin bo'lsa, dal musobaqa maydoni. Oxirgi pallaga boldirib olgan ikki guruh chavandozlar musobaqaga qatnasha oladi. Bo'ladi. Undaqda mashqni boshlanglar ko'pchilik. Kim tez ucha olsa, xon jamiyatidan bo'lishga tegimi munosib keladi. Men yordam qilay. Rahmat. Rahmat sizga jamiz. Endi qanday qilaman? Mashqing tugagandan keyin mening misolimni etig'i mendirib qo'ysang bo'g'dak jamiz. Biz ovu tarafga boraylik. U yerda boshqalar ko'rmaydi. Ma'qul. O'ldirganda bu arg'amchini ching tuting. Mundaq tartsangiz uchidi. Tartandim. Shundoq oddiy. Bo'ladi. Biz mangayli ushqir Toychoq. Ushtoq. Biz ushtoq. Hoy.快手，拥抱每一种生活。